qep qalğan tuproq zeminimizdim bir çimdim toponuma taşlab etmeymiz. Bir çimdim yerni qo'limizdan chiqarib qo'ymaymiz. Mustamlikchilik qilmaymiz. Kengaymichilik qilmaymiz. Boshqalarning narsi bizga qilchimi kerak emas, hargiz kerak emas. Demak, bu so'zni siz dedingiz. Demak, hozir boshda nima dedik? Rais Xi Jinping Tayvan va Janubiy dengiz masalasida hozir Matis Davlat Mudofaa Ministriga oldi, qizil chiziq chizib berdi. Demak, siz tuningiz savdo tijorat masalasi nima dedingiz? Yo'q, jonga jon, qonga qon olaman. Demak, siz harbiy ishlar masalasi nima dedingiz? Matisga bugun davlat zeminimizdan bir chimdim tuproqni tashlab etmaymiz. Ziddiyatlarning xarakteri o'rlab ketdi-ku, Rais Xi Jinping. Xarakter o'rlab ketdi-ku, Rais Xi Jinping. Endilikda 7 ayning 6 kuni azar 25%dan boj qo'yish. Masalan, Jungoda import qilingan tovar mallarga 50 milliard dollarlik chamasidagi tovar mallarga 25%dan boj qo'yish. Siz ham shu tariqa dedi boshda, shu darajada dedi boshda xabarda leksiyalarda siz ham shundoq boj qo'ysangiz bunu davamlaştıra alamsınız. Belki arlık sözgelliksimiz ne mi dedik? Jungo'dan Amerika'ya import ama eksport kılınan Amerikalıklar import kılınan tuvar mallarının köplük derecesi. Aldı da Amerika Koşmuş Ştatlardan Jungo'ya eksport kılınan tuvar mallarının köplük derecesi ottırısı zor fark var. Demek, Jungo siz Amerika'ya köplep eksport kılısınız. Amerika Jungo'ya anç köplep eksport kılmaydı. Demek, bir yerde kimden kim kandak baj aladı, derece okşaş, derecelik ölç iliş. Yaki baj koyuş meselesi de, demek siz keçkip kalısınız Jungo'ya. Sizde bunda asas yok değil. Bugünkü dikkat kıldığı iki nokta, mana şu nokta. Mana şu nokta. Siz kengaymichilik kılmaymiz, mustamlikchilik kılmaymiz. Dep vədi işqa aşırdınızmı? Qazaqstan'ı misal qaldım. Qırğızstan'ı misal qaldım. Siz hazır Rais Xi Jinping ottara əsrlik siyasiyon. Devlet təlimatçısı siyasiyon Machiavelli'nin bir cümle sözü. Yani bir rayını besip almaqçı, besip turmaqçı, özünün teritoriyasiga aylandırmaqçı bolsan, şu rayonga aholi köçer. Bugün Qazaqstan'a 500 ming, Qırğızstan'a 300-400 ming aholi köçerdiniz. Bu mustamlikchilik emasmi? Siz Machiavelli'nin siyosati bilan so'zlayapsiz. Machiavelli'nin siyosati ayni vaqtda Hitler bu kitobni yostiqning ostiga qo'yib yotadi ekan to'q. Bugun Rais Xi Jinping siz Machiavelli'nin shu kitobini hozirmi yostiqning ostiga qo'yib yotdingizmi yo'q? Bu so'z Machiavelli'nin bu kitobida asosiy mustamlikchilik, assimilyatsiya qilishdan aholi ko'chir. Harbiy evatmi? Harbiy kuchun qaraganda aholi ko'chirish bu ellarni mustamlik qilishdan birdan bir yo'l edi. Siz bilgan Afrikaga aholi ko'chiryapsiz. 1 milliondan oshib ketdi Afrikaga kirgan ko'chman Xitoy. Uyg'uriston shundoq turibdi mustamlika. Bugun siz Qozog'iston, Qirg'izistonga aholi ko'chirdingiz. Xo'sh, sizning men mustamlikchilik qilmayman, kengaymichilik qilmayman degan so'zingizning ma'nosi qanday tushunish kerak? Xulosa qilgandek bugungi leksiyada biz ikki narsaga erishdik vatandoshim. Biri, Yahvoya. Xi Jinping dedi, jonga jon, qonga qon olaman. Bugun Xi Jinping dedi, davlat ishlar mudofaasining ministri Matisga nima dedi? Ota avlodimdan miros qolgan zamin tuproqlarni bir chimdim topsidim voz kechmayman. Xo'sh, unda sizning oxirgi nishoningiz, oxirgi maqsadingiz Amerika Qo'shma Shtatlari bilan elishish bo'ladigan bo'lsa, Rais Xi Jinping 7 ayning 6 kuni bu vaqt dal shu kuni yetib keldi.